Zolotoy Karondan qarzlar bor ekan, 3 yil bo'lgan ekan, to'lamagan ekanlar. 28 ming bo'lgan ekan, to'lamagan ekanlar. Hozirgi kunda Zolotoy Karonnadan qarzi bor insonlar O'zbekistonga uchib keta olmayapti. Biletga ham kuyishadi. Mana Zolotoy Karondan hozir to'layman, to'lashni iloji yo'q. Diqqat, tezkor xabar. Butun Rossiyada yurgan aka-ukalar, hozirgi kunda Zolotoy Karonnadan qarzi bor insonlar O'zbekistonga uchib keta olmayapti. Zolotoy Karonnadan qarzi bor akalarimiz, marhamat videorolikni ko'rib, videorolikka bir dona like bosib, videoni kengroq tarqatib qo'yinglar. Oldinlari Zolotoy Karonnadan kimda qarzi bo'lsa, bemalol uyga borib, uyga qaytsa bo'lardi. Hozirgi paytda Zolotoy Karonnadan kimda qarzi bo'lsa, sudubniy prinsipga oshib ketyapti. Zolotoy Karonnadan qarzi bor akalarimiz ogoh bo'lish uchun videorolikka bir dona like bosing. Hozir biz aeroport Vnuko'damiz. Bugun mana ko'rib turibsizlar, 2-iyun O'zbekiston oylari reksasi ketyapti, lekin Vnuk va Buxoro yo'nalishi bo'yicha Zolotoy Karondan qarzlar bor ekan, 3 yil bo'lgan ekan, to'lamagan ekanlar. 28 ming bo'lgan ekan, to'lamagan ekanlar. Mana hozir shtraf. Bilasiz, hozirgi kunda Rossiyada kurslar tez-tez ko'tarilib, tez-tez tushib turibdi. Aka-ukalar, opa-singillar, tezda ilovasini App Store'dan, Play Marketdan tezda skachat qilib oling. O'zbekistonda Humo kartiga, Uz kartasiga 0% da Rossiyadan turib bemalol pul yuborishingiz mumkin. Nafaqat Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga ham pul yuborsangiz bo'ladi. Tezda ilovasini tezda birinchi kommentariyada turgan silka orqali yuklab oling. Hali bizga rahmat aytasiz. Shtraf qilgan ham Ajdanazardan qaytib chiqyapti, tamoja kontroldan qaytib chiqyapti. Biletga ham kuyishadi. Mana Zolotoy Karondan hozir to'layman, to'lashni iloji yo'q. Shtobi Рабочий dня 3 kundan 7 kungacha yechiladi. Shuning uchun iltimos qolaman, Zolotoy Karondan qarzing bo'lsa, 1000 so'm, 2000, 1,5 ming to'lab turinglar, iltimos qolaman. Shtob bunaqa vaziyatga tushib, biletga kuyib o'tirmaysizlar. Shunday gaplarni yurtdoshlar, o'zingiz ehtiyot qilinglar. Ko'rib turibsizlar, Vnuko Buxoro yo'nalishi bo'yicha aviakompaniya Yuter. Albatta bu videoga like bosib, maksimal darajada Zolotoy Karondan qarzi borlarga to'lab qo'yamiz degan umiddaman.